Hashr surasi Madinada nozil bo'lgan. Jami 24 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohga tasbih aytdi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah ahli kitobdan bo'lgan kafirlarni, ya'ni Bani Nazir yahudilarni tunji qitimliq surgunda uylardan haydab chiqardi. Sizlar ularni kuchlik turib, mundaq xor holda chiqib ketidi deb gumon qilmagan edinglar. Ular o'zlarining o'zlarini Allohning azobidan to'siya oladi deb o'ylagan edi. Ularga Allohning azobi ular o'ylamagan yerdan keldi. Allah ularning dillariga qo'rqinch soldi. Ular qo'rg'onlarini o'zlarining qo'llari va mo'minlarning qo'llari bilan buzdi. Ey aql egalari, ularning holidan ibrat elinglar. Agar Allah ularni surgun bo'lishga hukm qilmagan bo'lsa edi, albatta ularni dunyoda o'ltirish bilan azoblaydi. Ular oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. Bu, ya'ni ularning surgun qilinishi shuning uchundirki, ular Allah bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashdi. Kimki Allah bilan qarshilashir ekan, shubhasiz Allah uni qattiq jazolaydi. Ey musulmonlar, sizlar mayli Bani Nazirning xurumlarini kesinglar, mayli uni burunqi peti o'ri qoldiringlar. Hammasiga Allah ruxsat qiladi. Allah'ның ruhsat qilishi Allah'ның itoatidan chiquvchilarni, ya'ni yahudilarni rasvo qilish uchundir. Allah payg'ambariga ulardan, ya'ni Bani Nazirning mollaridan qaytirgan g'animatlarni sizlar ot to'glarni chaptirib, ya'ni ajr qilib jafo mushaqqat tortib qo'lga keltirgan emas. Lekin Allah payg'ambarlarni xohlagan odamga musallat qiladi. Allah har narsaga qodirdir. Allah payg'ambariga g'animat qilib bergan ahli Qura, ya'ni Qurayza, Bani Nazir, Padak va Xaybar kuffarlarining mollarini ichinglardagi boylar orasida qo'ldan qo'lga o'tib yurmasligi uchun Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning qish aqribolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xos qildi. Payg'ambar sizlarga berganni elinglar. Payg'ambar cheklagan narsadan cheklaninglar. Allohdan qo'rqinglar. Haqiqatan Allohning azobi qattiqdir. U g'animatning bir qismi diyordan haydab chiqarilgan, mol-mulkidan ayrilgan faqir muhojirlarga xosdir. Ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi. Allohga va uning payg'ambariga yordam berdi. Ana shular iymonda sodiq odamlardir. Ulardan, ya'ni muhojirlardan Madinada yerlik bo'lgan, iymoni kuchlik bo'lganlar, ya'ni ansarlar yeniga hijrat qilib kelganlarni, ya'ni muhojirlarni do'st tutadi. Ularga berilgan narsalar uchun ich torliq qilmaydi. Ular muhtoj turuqliq muhojirlarning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo biladi. Öz nafsining bexilliqidan saqlanganlar maqsadga erishguchilardir. Ulardan keyin kelganlar, Parvardigorimiz bizga va bizdan ilgari iymon etgan qarindoshlarimizga mag'firat qilgin. Dillarimizda mo'minlarga qarshi dushmanlik paydo qilmag'in. Parvardigorim, sen nihoyatda mag'firat qilg'uchisan, mehribonsan, deydi. Munofiqlarning o'zlarining Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilgan ahli kitob birodarlariga, yurtinglardan chiqarib etilsanglar, biz cho'qim sizlar bilan birga chiqib ketamiz. Hargiz sizlarning ziyninglar hisobiga boshqa odamga itoat qilmaymiz. Sizlarga urush echilsa, cho'qim sizlarga yordam beramiz, deyishganligini ko'rmadingmi? Allah guvohlik berdi-ki, munofiqlar cho'qim yolg'onchilardir. Agar ular haydab chiqarilsa, munofiqlar ular bilan birga chiqmaydi. Agar ularga urush echilsa, munofiqlar ularga yordam bermaydi. Bergan taqdirdimi yuz o'rib qochidi. Ahli kitob yordamga erisholmaydi. Shubhisizki sizlar ularning dillarida Allohga qaragandimi qo'rqinchliqsizlar.
Ya'ni ular sizlardan Allohdan qo'rqqandanmi bekroq qo'rqidi. Bu shuning uchundirki, ular Allohning ulug'ligini tushunmaydigan qavmdir. Ular faqat mustahkam shahar ichida yoki tomlarning orqasida turgandila, ondan sizlarga qarshi birlashib urush qila oladi. Ularning urushi o'z ichida qattiqdir. Ularni deb o'ylaysan. Halbuki ularning dillari tarqoqdir. Bu shuning uchundirki, ular tushunmaydigan qavmdir. Ular, ya'ni Yahudilar, ulardan ilgari yaqindili o'tgan qilmishlarining vabolini tetiganlarga, ya'ni mushriklarga o'xshaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular, ya'ni munofiqlar, Yahudilarni urushga qiziqtirishda shaytonga o'xshaydi. O'z vaqtida shayton insonga kofir bo'lg'in dedi. İnsan kafir bo'lgan chaqda shayton men sendan ado judoman. Men haqiqatan olamlarning parvardigori Allohdan qo'rqaman dedi. Ularning, ya'ni shayton bilan insonning oqibati birlikda do'zaxga kirish, do'zaxda mangu qilish bo'ldi. Ana shu zolimlarning jazosidir. Ey mo'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Her adam ata, ya'ni qiyomat kuni uchun yaxshi amallardan nimalarni tayyorlaganligiga qarasin. Allohdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. Sizlar Allohni unutgan, shuning bilan Allah ularga o'zlarini unutildirgan kishilardek bo'lmanglar. Ana shular pasiqlardir. Ahli do'zax bilan ahli jannat barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa, maqsadga erishguchilardir. Agar biz Qur'onni biror taqqa nozil qilsak, cho'qim sen uning Allohdan qo'rqqanligidan bosh akkanligini, yerilib ketganligini ko'ratding. Biz bu misollarni kishilarga ular Allohning qudratini fikr qilsin deb bayon qilamiz. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. O yoshurunni, oshkorni bilguchidir. O nihoyatda shafqatlikdir, nihoyatda mehribondir. Ya'ni dunyo va oxiratda keng rahmat egisidir. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. O mutlaq podshohdir. Ya'ni butun maxluqotning malikidir. Pokdir, ya'ni hamma nuqsondan pokdir. Mo'minlarga salomatlik beg'ishlag'uchidir. Do'stlarni qo'rqinchdan, azobdan amin qilg'uchidir. Hammani kuzatib turg'uchidir, g'olibdir. Qahr qilg'uchidir, ulug'liq egisidir. Mushriklarning sherik keltirgan narsalaridan pokdir. Allah hammani yaratquchidir. Yo'qlikdan paydo qilg'uchidir. Hamma narsaga surat shakl beg'ishlag'uchidir. Eng chiroyli ismlarga egidir. Osmonlardagi va zimindagi narsalar uningga tasbih aytib turadi. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir.